Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Buxoro davlat universiteti fizika, matematika va axborot texnologiyalari fakulteti Deputat Tinglama kafedrasi o'qituvchisi Siraj Tursunbek bo'laman. Demak, bugun sizlar bilan matematika fizika fanining bir qismi, bir bo'lagi bo'lgan parabolik tenglamalar uchun asosiy aralash masalalar va aralash masalalarning klassik va umumlashgan yechimlari bilan tanishib chiqamiz. Demak, parabolik tipdagi tenglamalar uchun boshlangan chegaraviy shartlar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi uning ozroq fizikaviy ma'nosiga to'xtalsak, bu formulani umumiy keltirishga o'tamiz. Ya'ni issiqlik tarqalish jarayonida sodir bo'layotgan uzunligi L bo'lgan bironta stерженni qaraylik. Demak, stержен sifatida OX o'qini olamiz, ya'ni absissa o'qini olamiz. Farz qilaylik, ixtiyoriy vaqtda stерженning barcha nuqtasida bir xil harorat saqlansin. Ya'ni harorat o'zgarmas bo'lsin. Stерженning ixtiyoriy x nuqtasida t vaqtdagi temperaturasini, demak, u x deb belgilaymiz. Agar demak stерженning issiqlik sig'imini s, uning demak zichligini ρ, issiqlikning demak o'sha stерженning issiqlik o'tkazuvchanligini k hamda ichki issiqlik manbaining zichligini f bo'lsa, u holda uxt funksiya quyidagicha bir o'lchovli ushbu issiqlik tarqalish tenglamasini qanoatlantiradi. Umuman olganda s, ρ, k va f parametrlar x va t va uning funksiyasi bo'ladi. Ko'plab tadqiqiy masalalarda bu funksiyalar stерженda temperaturaning o'zgarishi bilan juda sekin o'zgaradi va s, ρ, k funksiyalarimiz t vaqtga bog'liq bo'lmaydi. Shuning uchun ular faqat x o'zgaruvchining funksiyasi f ni esa xt ga bog'liq deb olishimiz mumkin. Agar qaralayotgan L uzunlikdagi stержен bir jinsli bo'lsa, u holda s, ρ, k funksiyalar o'zgarmasga teng bo'ladi va yuqoridagi tenglama ushbu birinchi ko'rinishdagi tenglamaga o'tadi. Demak, bu yerda a kvadratimiz k taqsim demak s, ρ, f'imiz esa demak katta f taqsim s, ρ ko'rinishda belgilaganmiz. Agar stерженning harorati barcha nuqtasida bir xil bo'lmasa, u holda stержендagi issiqlik oqimi sodir bo'ladi. Bunda issiqlik oqimi stерженning yuqori haroratli nuqtasidan past haroratli nuqtasiga tomon yo'nalgan bo'ladi. Demak, stержен x kundalang kesimi orqali birlik vaqtda ox o'qi bo'ylab o'tayotgan issiqlik miqdorini ushbu ko'rinishdagi formula o'rinli, ya'ni qo'yxtimiz demak ushbu ifodaga teng. Demak, bu yerda qo'yxtimiz issiqlik oqimining zichligi deb ataladi. Agar stерженning x0 nuqtasi orqali t0 plus delta vaqtda issiqlik ox o'qi bo'ylab tarqalayotgan bo'lsa, u holda qo'yxt funksiyamiz x0 va t0 nuqta atrofida musbat, aks holda manfiy bo'ladi. Stерженda issiqlik tarqalishini to'la aniqlash uchun birinchi tenglamaning o'zi yetarli bo'lmaydi. Buning uchun stерженning boshlang'ich temperaturasi va uning uchlaridagi issiqlik rejimini bilish zarur, bu kerak. Shuning uchun biz demak quyidagicha ikki ko'rinishdagi boshlang'ich shart beramiz. Ya'ni bu o'sha stерженning t teng 0 vaqtdagi va x nuqtasidagi harorati. Stерженning demak x teng 0 va x teng L chetlarida uning harorati yoki issiqlik oqimining zichligi ma'lum bo'lishi yoki atrof muhit bilan issiqlik almashish shartlarini berishi mumkin. Agar stерженning x teng 0 uchida mu 1 t, temperatura va x teng L uchida mu 1 t ma'lum bo'lsa, u holda quyidagi 3-ko'rinishdagi chegaraviy shartlarni qanoatlantiradi.
Agar sterjen x teng 0 va x teng L uchlarda issiqlik oqimining zichligi 0 ga teng bo'lsa, ya'ni mana bu issiqlik oqimlarining zichligi 0 bo'layotgan bo'lsa, ya'ni bu yerda nu1 tengimiz 0 bo'layotgan bo'lsa, u holda sterjen uchlari issiqlik o'tkazolmaydi deyiladi. Masalan, agar sterjen x teng L uchi issiqlik o'tkazmaydigan bo'lsa, u holda ushbu 4 ko'rinishdagi chegaraviy shartni qanoatlantiradi. Agar sterjenning uchlarida atrof muhit bilan issiqlik almashishi sodir bo'layotgan bo'lsa, u holda birlik vaqtda sterjenning x kesimida atrof muhitga chiqayotgan issiqlik miqdori sterjenning temperaturasidan atrof muhit temperaturasining ayirmasiga proporsional bo'ladi. Ya'ni ushbu ko'rinishda. Demak, bu yerda h issiqlik almashish koeffitsiyenti, u demak sterjenning o'zi, u0 esa atrof muhitning temperaturasi. Demak, bu sterjenning temperaturasi. Issiqlik oqimining zichligining fizikaviy xossasiga asosan sterjen x teng 0 va x teng L uchlarida demak quyidagi 5 va 6 ko'rinishdagi issiqlik almashish shartlari bajariladi. Bu yerda H1, H2 lar mos ravishda sterjenning chap va o'ng uchlarining issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari. P1 va P2 tenglarimiz esa mos ravishda sterjenning uchlaridagi atrofining harorati. Demak, yuqoridagi 5-6 chegaraviy shartlardan quyidagicha 7-8 ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. 7-8 ko'rinishda. Demak, bu yerda quyidagicha belgilashlarni olganmiz. Ushbu ko'rinishda belgilashlar olingan. Demak, issiqlik tarqalish tenglamasi uchun yuqorida keltirilgan chegaraviy shartlarni umumiy holatda 9-10 ko'rinishda yozish mumkin. Ya'ni ushbu ko'rinishda. Agar demak yuqoridagi 9-10 shartimizda alfa i'larimiz 0 bo'lib, ya'ni yana bularimiz 0 bo'lsa, beta i'larimiz 0 dan farqli bo'lsa, demak ushbu ko'rinishga o'tib qoladi. Demak, bu o'z navbatida birinchi tur chegaraviy shart deyiladi. Agar alfa i'larimiz 0 dan farqli, beta i'larimiz 0 bo'lsa, demak uning hosilalarindagi qiymatlarida qandaydir funksiyalarga teng bo'ladi. Ular demak ushbu ko'rinishga o'tadi. Demak, bu yerda L bo'lishi kerak. L, ya'ni x teng L da nuqtasidagi qiymati nu2 ga teng. Demak, bu ko'rinishdagi shartimizga ikkinchi tur chegaraviy shart deyiladi. Agar ifodamizda 9-o'nimizda alfa ham beta ham 0 dan farqli bo'ladigan bo'lsa, u holda bu uchinchi tur chegaraviy shartlar deyiladi. O'z navbatida biz bilamizki, agar mu1, mu2 larimiz 0 bo'layotgan va qo'shimcha tarzda alfa 1, alfa 2 larimiz 0 bo'layotgan bo'lsa, bular o'z navbatida diriqli masalasi. Demak, mu1, mu2 miz 0, beta 1, beta 2 miz 0 bo'ladigan bo'lsa, bu demak Neyman masalasi. Agar bularning birontasi 0 dan farqli, alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2 larimiz 0 dan farqli, demak mu1, mu2 larimiz 0 bo'layotgan bo'lsa, bu o'z navbatida Robin masalasi deyiladi. Demak, issiqlik tenglamasi uchun birinchi chegaraviy masalani ko'rib chiqamiz va tadqiq qilishga harakat qilamiz. Demak, bizga uxt funksiya berilgan bo'lsa, bu t vaqt mobaynidagi demak ushbu omega sohada tegishli x nuqtasidagi harorat bo'lsin. Demak, quyidagicha issiqlik tarqalish tenglamasini qaraylik. Bu yerda agar k o'zgarmas bo'lsa, demak buni divergensiyadan chiqarish mumkin. Demak, divergensiyani gradiyenti uga ta'sir ettirsak, bu demak bizga Laplace, ya'ni Laplacianni beradi, Laplace uni. Ya'ni ushbu ko'rinishda olishimiz mumkin. Ushbu tenglamani demak bir o'lchovli holatda qaraymiz, ya'ni fazoviy o'zgaruvchimiz bitta
nokta o'zgaruvchiga bog'liq, ya'ni x o'zgaruvchiga bog'liq. Demak, k'imiz o'zgarmas edi. Uni a kvadrat deb belgilab oladigan bo'lsak, bizga 11 ko'rinishdagi demak, buni biz aytamiz issiqlik tarqalish tenglamasi, ya'ni bir jinsli bo'lmagan issiqlik tarqalish tenglamasi. Ikkinchi ko'rinishdagi, demak, t teng 0 da uning pastki tekislikdagi issiqlikni ifodalayapti. Ya'ni bu yerda biz tenglamamizni qanaydir to'rtburchak sohada qarayapmiz. Masalan, mana bu ko'rinishdagi to'rtburchak soha. Demak, bu o'z navbatida t va x o'qlari. Demak, t teng 0 da bilamizki, o'z navbatida bu demak o'sha muhitning pastki ushbu ko'rinishdagi temperaturasini x teng, demak, agar 0 nuqtaga ko'chirayotgan bo'lsak, bu yon qanaydir nimasini x teng 50, bu yon sirtining demak issiqlik temperaturalarini beradi. Ya'ni ma'lum bir vaqt mobaynida bu temperaturalar ushbu mu t va nu t'lar ko'rinishda saqlanadi. Demak, ushbu masalani avval f teng aynan 0 bo'lganda, ya'ni o'sha tashqi issiqlik manbai 0 bo'lganda va uchlarda yon sirtlardagi temperatura ham aynan 0 bo'lgan haroratda, demak, bu masalani 11-13 masalani tadqiq qilamiz. Buning uchun biz Fourier metodidan foydalanamiz, ya'ni ushbu to'rtburchak sohada va uning chegaralarini ushbu J orqali belgilab 11-13 masalaning yechimini xuddi tor tebranish tenglamasining yechimiga o'xshash o'zgaruvchilarga ajratish usuli bilan, demak, birinchidan xususiy yechimni, ya'ni uxt funksiyani ushbu ko'rinishda, ya'ni ikkita funksiyaga, ya'ni ikkita funksiya o'zgaruvchiga ajratilgan Fourier usulda qidiramiz. Ya'ni ushbu ifodani 11-tenglamamizga yetib qo'yib, quyidagi ko'rinishdagi demak ifodani olishimiz mumkin. Bu ifodani ikkala tomoniga, demak, a kvadrat x va t funksiyalarimizni bo'lsak, demak bizga ushbu ko'rinishdagi ifoda keladi. Ko'pchilik adabiyotlarda birinchi, demak, buni lambda kvadratga emas, lambdani o'ziga tenglashtiriladi. Sabab, demak, biz bilamizki, birinchi va ikkinchi chegaraviy shartlar qo'yilganda issiqlik tarqalish tenglamasini yechayotgan paytimizda spektral masalalarga duch kelamiz, ya'ni 14 ko'rinishdagi spektral masalalarga duch kelamiz. Demak, bu ushbu spektral masalaning yechimi, agar lambdani o'rniga faqat lambdani o'zini qo'yadigan bo'lsak, lambda teng 0 va lambda kichik 0 larda aynan 0 ga teng. Ya'ni aynan birinchi va ikkinchi chegaraviy shartlar uchun. Shu uchun to'g'ridan to'g'ri biz lambda musbat deb qaradik va lambda kvadratni oldik. Demak, ushbu ifodadan x ga nisbatan ushbu 14 ko'rinishdagi ikkinchi tartibli o'zgarmas koeffitsiyentli chiziqli defisat tenglamani olamiz. Bu shartlarni esa, masalan, u x o'rniga 0 ni qo'yadigan bo'lsak, demak, bu yerda x0, t. Bu aynan 0 bo'lish uchun timiz 0 dan farqli bo'lishi kerak. Chunki biz aytdik, lambda teng 0 da va lambda kichik 0 larda trivial yechim mavjud. Agar katta t funksiyamizni 0 deyotgan bo'lsak, holda uxt funksiyamiz 0 bo'lib ketadi. Shu uchun x0 ni faqat 0 ga teng. Xuddi shunday l ni qo'yganimizda xl t bo'ladi. Demak, bu yerda t yana 0 dan farqli. Demak, xlimiz 0 ga teng. Ya'ni ushbu 14 ko'rinishdagi shartni olishimiz mumkin. Bu differensial tenglamani birinchi yechamiz. Buni metod, ya'ni Euler usuli, Euler metodi orqali qidiramiz, ya'ni yechimni.
y darajasi kx ko'rinishida qidiramiz va uning xarakteristikalari kompleks sonlar bo'lgani uchun bizga demak ushbu ko'rinishdagi umumiy yechimni olishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda yechimimiz sinus funksiyalari, ya'ni trigonometrik funksiyalar orqali qidiriladi. O'z navbatida bu yerda lambda k'imiz demak shu masalamizning xos soni, x k'imiz esa uning mos ravishda xos funksiyasi deb yuritiladi. Demak, keyingi qadamda biz yuqoridagi tenglikni demak chap tomonini, ushbu tenglikning chap tomonini lambda kvadratga tenglashtirsak, ushbu ko'rinishdagi birinchi tartibli differensial tenglamani olishimiz mumkin. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan o'sha parabola tenglamalar uchun qo'yiladigan aralash masalalarni va ularning umumlashgan klassik yechimlari bilan yaxshigina tanishib oldik. E'tiboringiz uchun rahmat.